Xitoy hukumatiga sen ahvolinglardan ma'lumot berayotgan mushundaq insonlarni sizlar bor deb o'ylamsizlar? Sizlar gumonlanadigan odam bormi deb mushundaq savollar so'rdi. Ambassaden varit inblandad i flyktingspionage. Şu McDonald's'a to'nglab ketib chiqib kirdim. Kirsam, bu Babur bir Xitoydan paranglashib o'tiribdi. Diqqatinglarda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning nishonlari mavzuliq 3-qismi. Qutlandin anglawatsizlar. Shvetsiyani zilzilaga solgan shpionlik delosidagi 62 yoshli Uyg'ur jasusning nishoni zodi kimlar bo'lgan? Bu savol 2009-yili 4-iyun kuni Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga setilgan Uyg'ur jasus gumondori tutilgandan buyon muhojiratdagi Uyg'ur jamoatchiligini eng ko'p tashvishlantirgan nuqtadir. Stockholm shaharlik sud mahkamasining 2010-yili 8-martda chiqargan B89-76-09 nomerli 38 betlik sud xotirasi bilan Shvetsiya davlat radiosining 3-kanali bu yil aprelda tarqatgan Xitoy elchixonasiga bog'langan shpionlik delosi nomli 75 minutlik hujjatlik radio programmasi bu savolga aniq javob berdi. En muslimsk minoritet från västra Kina och misstänks ha spionerat på sina landsmän i Sverige. Ma'lum bo'lishicha 62 yoshli Uyg'ur jasusning axborot to'plash nishoni Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoatining shaxsiy uchurlari, Shvetsiyadagi Uyg'ur tashkilotlarining ishki ahvoli va faoliyat kun tartiblari, hatto dunyo Uyg'ur qurultoyining cho'ng tipdagi faoliyatlariga qadar berib taqalgan. U yana Guantanamo turmasidan qo'yib berilib, avval Albaniyaga, ondan Shvetsiyaga yerlashgan Odil Hekimjondan tortib Rabiya Qodir xonim, To'lqin Aysa, Abdujalil Qarqash, Ataxon Abdug'ani qatorliq shaxslarni o'zining eng muhim kuzatish obyekti qilgan. Sapo ya'ni Shvetsiya davlat xavfsizlik xodimlarining oshkorlashicha 62 yoshli Uyg'ur jasus yetkazgan axborotlar ichida ayni chog'da Xitoy elchixonasi siyosiy boshqarmasini eng qiziqtirgani Odil Hekimjonning siyosiy panolik delosiga doir uchurlar bo'lgan ekan. Terrorist av USA och fängslad på Guantanamo. Undaqda nima uchun Xitoy hukumati Odil Hekimjonning Shvetsiyadagi siyosiy panolik delosiga eng qiziqadi? Ma'lumki, Odil Hekimjon Guantanamo turmasidan gunohsiz deb qo'yib berilgan tunji turkumdagi Uyg'ur yoshlarining biri. U Abubakir Qosim qatorliq 5 nafar Uyg'ur yosh bilan birga 2006-yili 8-mayda Albaniyaga yerlashtirildi. Albaniyaga keldim. Buraya bir yil turgandan meyda kelgan yo'l chiqib qolib, meyga keldim shu sabab. 2007-yilning noyabr oyida u Shvetsiyada o'tkazilgan bir guvohlik berish yig'iniga taklif qilindi. Guvohlik berish yig'ini oxirlashishi bilan Shved advokatlarining yo'l ko'rsatishi orqasida Shvetsiyada qaytadan siyosiy panolik tilaydi hamda Stokgolmda o'ltirishliq bir tuqqan ochisi bilan jam bo'ladi. Dal mushu paytda, ya'ni 2007-yili noyabrning bir sovuq kunida 62 yoshli Uyg'ur jasus Stokgolmdagi Uyg'ur jamoatiga qo'shilib Odil Hekimjonni kutib olish uchun Orlando aerodromiga chiqdi. Ben 2007-yili 11-ay Shvetsiyaga tushdim, aeroportga. Şəhərdə xeyli jiqballar chiqib aldım da. Aradan 8 yil o'tgandan keyingi bugungi kunda Odil Hekimjon 62 yoshli Uyg'ur jasusning o'ziga qanday qilib yaqinlashganligini mundoq eslama qiladi. Buning ichida Babur maqsadini diqqat qilmabdim men. Keyin bolalar eri shu kuni batayapma. Shu kuni men attigani keldigan bo'lgan, u kuni attiganda yo'lda salcha taqib kuchamay qilib keyin kashnikiga kelgan. Shu vaqtida bu Babur maqsad bolalarni işte attigani batayapni keldi deb qarshilgan chiqqan. Kesil kelmagandan keyin kitap kesh keldiğanga vaqtida o chiqmagan deb tushunadi. Maqsad shu berib tikanda bu meni qilish uchun bolalar bilan birga berib tikan.
har xil usullar orqali Odil Hekimjonga yaqinlashib, uning ishonchiga erishgan jasus uzun o'tmayla uning so'z harakatini kontrol qilishga boshlaydi. Bu odam hamda siz misol qilishni plan qilsangiz, shu muxbir, bu jurnalistning g'ishnasi demang, bishingizda o'tgan ishlarni. Bunday ishlarni desangiz, bu Xitoy bularga besi qilib, sizga ruxsat bermaydi. Şu cimdip aytqanda adam bir narsa demang, boshqasini obod. Ashta maslahatlarni bergan bo'ldi. Hozir agar bu yerda ruxsatingiz chiqib bo'lsa, oila bolalaringizni eklashga yordam qilaman. Mening qo'limdan keldi. Odam Uyg'urchani o'zi misol chalib so'zlaydi-chi. Menda yo'l bor, menda jiq odamlar tunaydi vatanda. Sizning xotin bolalaringizni eklashga yordam qildi obod. Odil Hekimjonning Shvetsiya ko'chmanlar idorasiga sungan siyosiy panohlik iltijosi va uning har bir tafsiloti 62 yoshli jasus tarafidan Stokgolmdagi Xitoy elchixonasiga yoshirin holda yetkazilib turdi. Stokgolmdagi Xitoy elchixonasida diplomatiya xodimi qiyofati kirib amaliyotda Shvetsiyada yoshirincha jasuslik to'g'ri qurib Xitoy uchun axborot o'g'irlayotgan Jo familiyalik bu ayol bu mezgilda o'z harakatini texmo jiddiylashtirdi. U shu mezgillarda bir tarafdan 62 yoshli Uyg'ur jasusni ishga solib, Odil Hekimjonning siyosiy panohlik delosi haqida yoshirincha axborot to'plasa, yana bir tarafdan o'zining diplomat qiyofatidagi oshkora yuzi bilan o'ttirg'i chiqib, Shvetsiya hukumatiga Odil Hekimjonni Xitoyga qaytarib berish to'g'riliq talab qo'ydi. We have expressed our concern when Odil first stepped in Sweden. Odil Shvetsiyaga qadam bosgan kunlar biz uning delosiga nisbatan inkos qaytargan. Bizning buningga aralishish huquqimiz bor. Mayli Amerika yoki Shvetsiya bo'lsin, ularning Guantanamodagi terrorist tutqunlar ustidan qandaq hukm chiqarishi ularning o'zining ishi. Bizning bu deloni o'z oldimizga tekshirish va qaror chiqarish huquqimiz bor. Biz terrorizmga qarshi dunyoviy kurashning haqiqiy unumini o'ylashgan holda Odil Hekimjonni o'z ichiga olgan Guantanamo tutqunlarini Jungoga qaytarishni va Jungoning qonun sistemasiga topshirishni talab qilamiz. We have such power and we have such right to do so, to investigate the case. Undaqda 62 yoshli Uyg'ur jasus Odil Hekimjonga qandoq qilib yaqinlashgan? Ben kelishdim burundan bu adam shaytga nopuzliq bolalarning orasida kirib bo'lgan odam ekan-da, shularning qalbidan o'rin ep bo'lgan odam ekan. Bu yerda keldiganlarsa 5 vaqt namoz o'qiydigan yaxshi bolalarda shularning orasida namoz o'qib, ashna yurgan odam ekan. Undaqki mening hurmatim oshdi-da bu odamga. Shuning bilan o'zimizning Guantanamo'dagi ishlarni so'rdi. Bu yerda bo'lgan qiyinchiliklarni biroq buni suhbatlashgan bo'ldi. Ondan keyin bir kuni uyimizga keldim. Bizning uyga kelib, u yerdan paranglashib, men bu yerda jiq turgan dedi. Mening tajribam bor. Shunda qanday qiyinchiliklar bo'lsa, menga desangiz men qo'limdan kelishicha maslahat bera olaman deb ashna gaplarni qildi-da. Qadrli radio anglag'uchilar, yuqorida Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning nishonlari mavzuliq 3-qismini anglandinglar. Qutlandin anglawatsizlar. Mazkur hujjatlik programmaning 4-qismi davomli huzuringlarda bo'ladi.